xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi qizim? Sobir ota, Allohning yana qanaqa sinovlari bor? Bunga bandasi hali javob topolmagan. Hajga pul to'lamoqchi. Yo'q. To'lovni kassaga qilasiz. Xo'p, hammasini hozir to'laysizmi? Bu pul Mas'uraning yonib ketgan uyini qayta tiklash uchun. Ustalarni chaqiring, rais. Tushunmadingiz, yordam beramiz. Sobir aka, bu kunni necha yil kutgandingiz? To'g'ri. Lekin mushtiqlar qo'shdimmi? Boshiga musibat tushganda. Men hajga borsam, Alloh meni hajim qabul qilarmi? Menimcha yo'q. Ustalarni chaqiring. Chaqiring.